Baribir energetikadan voz kechmayman dedilar domla. Shunday. Keyingi savolimiz: agar fakultetni 3 so'z bilan ta'riflaganingizda ular qanday bo'lar edi? Juda ajoyib, yaxshi savol chiqibdi. Fakultetimizni 3 ta so'z bilan ta'riflashdi. Bir nimasi 3 ta so'z bilan ta'riflaydigan bo'lsak, bizni fakultetimizda ustozlar bilan birga, talabalar bilan ishlashimizda biz, masalan, mani nuqtai nazarimdan bizni bog'lab turuvchi munosabatlarimiz o'zaro ishonch, hurmatga asoslangan. Ya'ni talabalar bilan bo'lsa ham, ustozlar bilan bo'lsa ham biz doimo ishonch bilan, hurmat bilan munosabatda bo'lamiz. Uchinchisi bu innovatsiya desak bo'ladi. Ya'ni bizni fakultetimiz universitetimizda uzoq yillardan beri ilmiy loyihalar, talabalar bilan ishlashda, talabalarni rivojlantirishda, mana Mirzo Ulug'bek vorislari bo'ladimi, ilmiy loyihalar bo'ladimi, doimo old o'rinlarda turamiz. Talabalar bilan ishlashda, masalan, O'zbekistondan tashqari chet elda ham tanlovlarida ularga qo'ldan kelgancha yordam qilamizda, talabalarni shu jihatdan rivojlantirishga harakat qilamiz. Kafedra mudirlarimiz, professor o'qituvchilarimiz bunda birgalikda ishlaymiz. Shuning uchun o'qituvchilarimiz o'zlarida ham mana loyihalar bor. Hozirgi kunda ham universitetimizni ichida energetika fakultetini loyihalar jihatidan birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ishonch, o'zaro hurmat va innovatsiyalar deb belgilasak bo'ladi. Juda ham chiroyli nom. Bunda domlalar to'g'ri gapiryaptilar, chunki o'qituvchilardan ortib o'quvchilar ham o'qituvchilar bilan bir xil urinda ketishadi-da, loyihalar bo'yicha bir-biridan o'zarga o'ynashadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham bilimli talabalar va o'qituvchilar. Keyingi navbatdagi savolimiz: agar sizga cheklanmagan budjet berilsa, fakultetda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Endi bu savol juda keng qaraydigan, hozirda bir fikr bilan uni aytish qiyinroq. Agar imkon bo'lsa, shu savolni fakultetdagi rejalar haqida qanday fikrdasiz yoki rejalar qanday degan savolga o'zgartirsak nima deysiz? Bo'laveradi. Bunday bo'ladigan bo'lsa, Angliyani bir nechta laboratoriyalarni, ilmiy tadqiqot laboratoriyalarini ko'rib chiqdik-da, o'shandan moslarini tanlab olib, biz rahbariyatga tavsiyalar berdik. U yerda talabalarimiz, professor o'qituvchilarimiz uchun keng imkoniyatlar bo'ladi. Laboratoriyalarda raqamli energetika laboratoriyalari, elektr ta'minoti laboratoriyasi, elektr mashinalar laboratoriyalari, shu bilan birgalikda qayta tiklanuvchi energetika laboratoriyalari, u yerda talabalarimizga yana kutubxona, zamonaviy kutubxona rejalashtirilgan, sun'iy intellekt laboratoriyalari u yerda mujassamlangan bo'ladi. Shular asosida hozirgi kunda rahbariyatimiz tomonidan bunga mablag' ajratilgan, hujjat ishlari yakunlanib qoldi. May oylaridan biz kutib turibmiz, ta'mirlash ishlari boshlanadi. Agar bular amalga oshsa, talabalarimizni hozirgi kundagi bozor iqtisodiyoti, kadrlarning talablari asosida to'laqonli o'zlarini g'oyalarini ro'yobga chiqaradigan maskan bo'lib qoladi fakultetimiz. Shunday shart-sharoitlarni ko'rib odamni o'qigan sari o'qigisi keladi, domla. Juda ham yoqimli gaplar bo'ldi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Agar siz bu fakultetni boshqatdan qayta qurish imkoniga ega bo'lsangiz, hozirgi tizimdagi qaysi bitta narsani albatta o'zgartirgan bo'lardingiz va nega aynan shu? Endi bu bizning nuqtai nazardan ketayotganda. O'zingizga. Navbatdagi savolimiz: agar siz bu fakultetni boshqatdan qayta qurish imkoniga ega bo'lsangiz, hozirgi tizimdan qaysi bitta narsani albatta o'zgartirgan bo'lardingiz va aynan nega shuni? 2020-yilda energetika fakulteti dekan lavozimiga tayinlandim. 2021-yilda fakultetimiz mana bu eski elektrotexnika kollejiga, hozirgi binosiga o'tdi. Shunda men birinchi marta qurilish ishlarida boshqarishga to'g'ri keldi. Ya'ni
quruvchi o'zini ishini qiladi, lekin nazorat qilish, tavsiyalar berish bizni zimmamiz deydi. Agar qaytadan imkoniyat berilsa, endi o'sha paytda man birinchi marta bu ta'mirlash ishlariga jalb etilganman, keng qamrovli. Agar shu paytda qayta imkoniyat berilganda ta'mirlash ishlarida boshqacha yondashuvlar va o'zimizni takliflarini, hozirgi takliflarni o'sha paytda kengroq qarab, kengroq imkoniyatlar bo'lishiga zamin yaratardik va o'sha yerda ta'mirlash ishlarida qo'shimcha o'zimizni o'zgartirishlarni amalga oshirardik. Tushunarli. Rahmat katta. Keyingi savolimiz, sizningcha bu fakultetda o'qib chiqqan har bir bitiruvchi haqiqatdan ham mehnat bozoriga to'liq tayyor holda chiqadimi? Agar yo'q bo'lsa, nima yetishmayapti? Endi bu haligi bundan oldingi berilgan javoblarimizni bitta qismi ular bilan bog'liq hisobda bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimizdek, endi talabalarni bitirib chiqqandan keyin bozor talablariga, hozirgi kundagi talablarga javob beradimi degan joyda to'laqonlik berish imkoniyati yo'q bunga javob. Chunki hamma talabalarimiz ham o'zini ustida ishlash imkoniyati, bu qanday desam bo'larki, mana nima uchun degan metod bor. Ya'ni talaba o'ziga o'zi yoki bir muammoni hal qilishda nima uchun metodidan foydalanib 5 marta savolga javob bersak, o'shani asl negiziga kelib tushamiz deyiladi. Agar talabalar hozirgi kundagi bozor talablariga, hozirgi kundagi talablarga javob beradimi degan joyda agar nima uchun metodidan 5 marta qo'ylasak, buni tagidagi javoblar keng qamrovli bo'ladi. Ya'ni talabalarni oilaviy sharoiti, ulardagi muhit, yon atrofidagi do'stlari, professor o'qituvchilarimizni berayotgan bilimlarida har xil pog'onalarda keladi, har xil o'qituvchilar o'sha holatlaru talabalarni o'zini holati, kasalligi ham buni chekib ketadi. Ma'lum bir vaqtda siz kasal bo'lgan bo'lsangiz, ma'lum bir darajadagi bilimni siz olmagan bo'lasiz. Undan tashqari professor o'qituvchilarni yetkazib berish qobiliyati buni ichiga kirib ketadi. Endi nima demoqchimanki, bu keng qamrovli yoki bitta nimani negizida emas, lekin aniq savolga javob beradigan bo'lsak, hozirgi kunda barcha talabalarimiz hozirgi kundagi talablarga javob beradimi degan joyga barcha talabalarimiz bugungi kundagi qo'yilayotgan talablarga javob bermaydi. Aksariyati lekin beradi. Lekin bunga aytib o'tgandek javob ko'p vektorli qismlarga bo'linib ketadi. Odamni baribir o'ziga bog'liq, talabani o'ziga bog'liq, muhitga bog'liq, juda ko'p buni tagida kelib chiqish sabablari juda ko'p. Lekin aytib o'tganingiz, siz javobingiz to'g'ri, talaba o'sha muhitdan maksimal darajada imkoniyatga ega bo'lishi faqat o'zida. Shunday. Keyingi va oxirgi savolimiz, sizningcha bugungi talabalar kelajakda qanday ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak? Endi bunga talabalarni oldiga kirganimizda ham ko'plab aytamiz. Talabalarni o'qishida o'quv rejalari keladi, malaka talablari keladi. Ya'ni o'sha qabul qilingan yilda talabalarga qo'yilayotgan talablar respublikadagi katta korxonalar imzo chekkan qog'oz bo'ladi. Ya'ni talabalarimiz 4 yil davomida qaysi fanlarda o'qish kerak va o'shana asosida qanday ko'nikmalarga ega bo'ladi degan. Endi ko'plab savollar bo'ladi talabalarimizda. Ba'zida aytishadi, falsafa fani bizga nimaga kerak domla, tarix fani bizga nimaga kerak degan joyi bo'ladi. Masalan, talabalarimizda bu yerda komil inson tamoyili asosida bitiruvchi talabalarimizga o'sha yildayoq, ya'ni talaba nafaqat o'zini bilimi, masalan mutaxassislik, bundan tashqari talaba bu jamoada ishlovchi shaxs hisoblanadi-da. Ya'ni bu yerda talaba jamoadagi xodimlar bilan, o'zini rahbariyati bilan muomala madaniyati,
talaba bu yerda rahbar xonim bo'ladi, ya'ni u tarixni biluvchi, masalan, mana shunaqa bir keng vektorli talabalarga, ya'ni kadrlarga keng talablar bor. Ularni sanab chiqish qanday desam bo'larkan, qiyin emas u. Talablar keng, lekin asosiysi bundan oldin aytib o'tib ketganimdek, kadrlarga qo'yilgan talab, hozirgi ish beruvchilar kelayotgandagi yuqori maoshga qo'yayotgan talab 3 ta. Yana qaytamiz, 3 ta. O'z mutaxassisligini yaxshi bilish, ko'nikmasiga ega bo'lish kerak. Undan tashqari ingliz tilini so'zlash a'lo darajada va uchinchisi IT texnologiyalarini bilish, buning ichida muhandislik dasturlari ham bilish talabi. Shu chala ko'nikmasi ularda asosiy hisoblanadi. Katta rahmat savollar va javoblar uchun. Ustoz, biz sizga indamagan edik boshida. Biz bu yerda talabalar o'rtasidan yig'ganmiz savollarni va biz bir talabani tanlaysiz, u talabaga kichkinagina sovg'amiz bor. Shunaqa savol jo'natgani uchun o'zimizni nomimizdan va sizning nomingizdan yetkazib qo'yamiz. Endi to'xtatib turib. Endi qaysi savol hozir? Ustozjon, endi Ustoz, endi siz uchun eng mas'uliyatli, qiyin bir ishlardan biri qoldi. Shu savollardan birini bizga tanlab berasiz va bu savolni yo'naltirgan shaxsga biz kichkinagina sovg'a beramiz. Maylimi? Mayli, rahmat. Bugungi dasturlaringiz, tayyorgarliklaringiz juda a'lo darajada bo'ldi. Rahmat katta. Savollar ham, talabalar tomonidan berilgan savollar ham juda qiziqarli, bir-biridan mazmun mohiyatan bir-biriga yaqin. Ularda o'sha yosh bitiruvchilar talaba sifatida o'zlarini kelajakdagi hozirgi kundan kelib chiqib, hozirgi kundagi talablardan kelib chiqib, kelajakdagi kutilayotgan rejalar haqida va ularni nimalar kutib turishi haqida bo'lganligi sababli bir-biriga yaqin, men uchun ham qiziqarli bo'ldi. Ularning ichidan bitta savolni tanlab olish juda qiyin. Lekin bu savollarning ichidan eng ma'nani qiyin vaziyatga solgan savolimiz bu haligi sizga qayta imkoniyat berilganda siz o'zingizda nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz degan savol bo'ldi. Mana shu savolni qayta o'qib bersangiz to'g'rilikcha. Assalomu alaykum domla. Meni savolim shundan iboratki, agarda sizda qayta imkoniyat, ya'ni yosh talaba paytga qaytganingizda sizga universitetdan tashqari boshqa xohlagan ishni tanlashingiz mumkin deyishganda qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? O'z kasbiga sodiq qolgan domlamiz. Haqiqatdan bu savol qiyinligi bilan birgalikda talabalik davrimni eslatib olganligi uchun qiyinchilik tug'dirdi. O'zimda o'sha soniyalarni ko'plab xotiralarni eslatdi. Shuning uchun shu savolga eng yaxshi savol deb belgilasak. 2 marta sovg'a olyapsiz. Ustoz, qimmatli vaqtingizni sarflab kelganingiz uchun tashakkurlar bildiramiz va sizga ham kichkinagina sovg'amiz bor. Agar ruxsat bersangiz topshiramiz. World Pictures jamoasi nomidan qabul qila olasiz. Katta rahmat. Bugungi suhbatimiz juda chiroyli bo'ldi. Ancha aytib o'tgandek, juda katta tayyorgarlik ko'ribsizlar. Birinchi soniga meni taklif qilganlar uchun ham rahmat. Sizlarga kelgusi ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'ylaymanki, bu dasturlaringiz davomli bo'lib, talabalarni qiziqtirgan savollariga to'laqonli javob berib, ularga yaqindan ko'maklashasizlar. O'ylaymanki, bugun ham bergan javoblarimiz qaysidir qismida talabalarga qandaydir foydali keltirgan bo'lsa, biz ham xursandmiz. Rahmat kattakon javoblar va ishtirok uchun. Bizni bugungi mehmonimiz Energetika muhandisligi fakulteti dekani O'zbekov Mirsoli Odiljonovich bo'ldi. Vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Shu bilan ko'rsatuvimizni yakuniga yetkazamiz va keyingi dasturimizda mehmon kim bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.
Va keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda kutib qolamiz.